Hormanglar, hammaga salom. Hozirgi videoyim erini to'yida raqsga tushgan birinchi xotin haqida. Ushbu rolik erini to'yida raqsga tushgan birinchi xotin, ajrimda bo'lmagan, birga yashayotgan birinchi xotin haqida. Hozirgi kunda o'sha ayol o'zini erini to'yida kelin kuyovi oldiga tushib o'ynagan raqsi million prosmotr bo'lib, u ayol butun dunyoga tanilib ketdi. Lekin bir baxtliligidan emas, bir qanaqadir quvonchli kunidan emas, aynan o'zi uchun eng baxtsiz kunda desam bo'ladi, bemalol taniqli bo'lib ketdi va u to'yga borib shunchaki yig'lab kuyinib o'tirmadi, balki butun to'yxonani, kerak bo'lsa butun dunyoni e'tiborini o'ziga qozondi va buni orqasidan u ayol bemalol hozirgi kunda bloger bo'lib ketishi mumkin, chunki shu voqeadan keyin unga 150 mingdan oshiq odam qo'shildi va o'zini storieslarida u odamlarga o'zini bir bechora ko'rsatib, bir o'zini baxtsiz ko'rsatmadi, balki to'g'ri, bu men uchun eng baxtsiz kun, lekin men bu insondan ajrashmayman, chunki qanaqadir bo'lsa ham o'zimizning o'tmishimiz bor, tariximiz bor. Va ayol o'zini storieslarida shunaqa fikr bildiribdi, ya'ni fikr bildirib qoldirgan. Men o'zimni bechora qilib ko'rsatish xohlamayman. Menga shunchaki meni hayotimga qiziqib yozilganlar bo'lsa, mayli, lekin menga achinish ko'zi bilan qarab, faqat shunaqa tomonlama qarashi bor insonlar iltimos mendan atpiska bo'linglar. Va undan tashqari men bu insonga, ya'ni o'zim turmush o'rtog'iga yomonlik tilamayman. Nima bo'lganda ham farzandlarimning otasi, u haqida, umuman oilam haqida yomon gaplar yozadigan bo'lsanglar, iltimos mendan atpiska bo'linglar. Nima bo'lsa ham bu taqdirimda bor ekan. To'g'ri, bu men uchun eng baxtsiz kunidir, lekin shunda ham Xudoyim shundoq qildiki, hammaga tanitib va shu orqali men bu baxtsizlikni unutdim. Men haqimda har xil trendlar chiqib, men hozir trendga aylanib ketdim. Men bundan xursandman, lekin shunda ham o'zimni turmush o'rtog'imni doim duo qilaman, chunki nima bo'lganda ham u farzandlarimning otasi degan fikrlar qoldirgan, yana uzundan uzun fikrlar bildirgan, storiesida juda uzundan uzun qilib yozgan. Men asosiy mazmunini hozir sizlarga gapirib beraman. Uni fikrlarini eshitib men hayron qoldim. Kelajakda hayotim qanaqa bo'lishini, taqdirim qanaqa bo'lishini hali bilmayman, lekin hammasi yaxshilikka bo'ladi deb o'ylayman degan fikrlarni qoldiribdi. Bu ayolning shunchalik xotirjamligi va umuman sabri, hamma narsasiga men qoyil qoldim va asosiysi bu ayol 2 hafta oldin qiz tuqqan, farzandli bo'lgan va erini to'yi haqida to'ydan 2 kun oldin bilgan. Demoqchi bo'lganim, bu ayol uchun bu yaxshigina stress bo'lgan, chunki oldindan bilsa ham ko'nikib o'ziga kelishiga qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Ko'nikkandan keyin inson sal bo'lsa ham o'sha bo'layotgan situatsiyani qabul qilishga harakat qiladi, lekin 2-3 kun oldin bilganda bu juda kuchli stress bo'ladi. Shunda ham o'zini yaxshi tutgan deb o'ylayman. Qoyil qoldim. Bu voqeani 2-3 kun oldin yoritgandim. Shunga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa deb davomini ham qo'ydim. Kim qanaqa fikrda kommentariyada yozinglar.